Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezday ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Surgutda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan ona va uning 3 farzandi O'zbekistonga qaytarildi. Podmoskvoda shaurmada ommaviy zaharlanish sodir bo'ldi. Yoshlar o'rtasidagi yirik to'qnashuvlar Dog'iston shaharlarini qamrab oldi. Qozog'istondagi dahshatli yo'l transport hodisasida 6 nafar xorijlik halok bo'ldi. Surgutda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan ona va uning 3 farzandi O'zbekistonga qaytarildi. Oila o'tgan yili voyaga yetmagan 2 nafar farzand bilan birga Surgutga kelgan. 3-farzand o'sha yerda tug'ilgan. Jabrlanuvchining turmush o'rtog'i Rossiyada noqonuniy ishlagan. Oiladagi yetishmovchiliklar, tayinli ish joyi va daromadning yo'qligi sababli kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Kunora bo'layotgan janjaldan toqati toq bo'lgan ona bolalarini olib vatanga qaytishga qaror qilgan. Bundan xabar topgan ota ularning pasportlarini olib qo'yadi. Diplomatlar otadan pasportlarini olib oilani Namanganga uchirib yuborishdi. Davom etamiz. 3 oyda O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari hajmi 32% ga oshdi. Yanvar-mart davomida migrantlar O'zbekistonga 3.3 milliard dollar jo'natgan. 2024-yilning mos davrida bu summa 2.5 milliard dollar bo'lgan. Markaziy bank o'sishni migrantlar ishlayotgan davlat puli mustahkamlanishini, ya'ni rubl nazarda tutilgan bo'lsa kerak va ish haqqi yuqoriroq davlatlarga migrantlar oqimini oshishi bilan izohlamoqda. Bundan tashqari joriy yil bo'yicha prognozlar qayta ko'rib chiqilib, pul o'tkazmalari hajmi 15-18% gacha o'sishi kutilmoqda. Qisqacha ma'lumot: Indoneziyaning qator shaharlarida taksichilar va kuryerlar ommaviy ish tashlashdi. Ular oylikni ko'tarishni, adolatli mehnat sharoitlarini yaratishni, huquqlarni himoya qilishni talab qilishmoqda. Davom etamiz. Deputat Kalashnikov Rossiyadagi ishlar uchun Shimoliy Koreyalik migrantlarni jalb qilish kerak. Uning eslatishicha, ilgari Shimoliy Koreyaliklar Moskvadagi qurilishda ishlashgan. Keyin BMT sanksiyalari sabab ularni ishga jalb qilish to'xtatilgan. Podmoskvoda shaurmada ommaviy zaharlanish sodir bo'ldi. Mash Telegram kanalining yozishicha 17 kishi jabrlangan, ulardan 7 nafari bolalardir. Hozir Fkus Vostoka shaurmasi yopilgan. Tekshiruvdan keyin xavfsizlik talablariga javob bermaydigan mahsulotlarni sotish moddasi bilan jinoiy ish ochilgan. Shifokorni migrant jarohatlamagan. 18-may kuni internetda Vladimirda migrant shifokorga pichoq bilan hujum qilgani haqida xabarlar tarqala boshladi. Bu ma'lumot tezda turli Telegram kanallarida tarqaldi va muhokamalar to'lqiniga sabab bo'ldi. Biroq keyinroq ma'lum bo'lishicha, bu xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Vladimir viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra 17-may kuni politsiyaga shahardagi xususiy tibbiyot klinikalaridan birida bir odam shifokorga qalampirli gaz sepganligi haqida xabar kelib tushgan. Natijada shifokorlardan biri kimyoviy kuyish jarohatini olgan. Jinoyatchi qo'lga olingan. U 1999-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro bo'lib chiqqan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atish masalasi hal qilinmoqda. Biroq fake xabar fosh bo'lgancha ba'zi millatchi ommaviy axborot vositalari shifokorga niqobli xotinni ko'rikdan o'tkazgani uchun qasos olgan musulmon hujum qilgani haqidagi versiyani ilgari surgan. Biroq bu taxmin tasdiqlanmadi. Vladimir viloyati hukumati ommaviy axborot vositalari vakillari va internet hajmiyatlarini ma'lumotlarga tanqidiy munosabatda bo'lishga va tasdiqlanmagan ma'lumotlarni nashr qilmaslikka chaqirdi. Yoshlar o'rtasidagi yirik to'qnashuvlar Dog'iston shaharlarini qamrab oldi. Mintaqaviy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, o'smirlar to'dalari hududlarni nazorat qilish uchun shiddatli kurash olib bormoqda. Respublikaning bir qancha aholi gavjum hududlarida urushayotgan yoshlar guruhlari o'rtasidagi ko'cha nizolari qayd etilgan. Tokioda shaurmaxonasiga o'zbeklar kirishini taqiqlagan turk kechirim so'radi. Tokioda bir turk shaurmaxonasining kirish joyiga o'zbeklarga shaurmaxonamga kelmasin degan yozuv ilib qo'yibdi.
Bundan xabar topgan Tokiodagi hamyurtimiz Bahodir Iskandarov darhol o'sha do'konning egasi bilan bog'langan. Ma'lum bo'lishicha, uning do'konida xarid qilgan o'zbeklar muammo chiqargan emish. Unga bunaqa milliy nizo keltirib chiqarmaydigan yozuvni darhol olib tashla. Qardosh millat bo'lganing uchun oson qutulmoqdasan. Boshqalar shu ishni qilishganda huquqiy yo'llar bilan ko'radiganingni ko'rarding deb gapirgan. Uzr so'radi deb yozadi u. U aytishicha, bir nechta vatandoshlarimiz ham do'konga borib razbor qilib kelishibdi va uzr so'rattiribdi. U yozuv endilikda yo'q. O'zbekiston 3 ta davlat fuqarolari uchun vizasiz tartib joriy etdi. Prezident farmoni qabul qilindi. Unga muvofiq Bahrayn, Kuvayt va Ummon fuqarolari uchun vizasiz tartib joriy etiladi. Vizasiz tartib O'zbekiston hududiga kirgan kundan boshlab 30 kun muddatga belgilangan. Yangi tartib joriy yilning 1-iyunidan kuchga kiradi. Diqqat, O'zbekistonda odam savdosi uchun jazo kuchaytirildi. Odam savdosi jinoyatini sodir etganlar 10 yilgacha qamaladi. Ushbu jinoyat jabrlanuvchining o'limiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. Jinoyatni jabrlanuvchining pasportini olib qo'ygan holda sodir etganlar uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. Qozog'istondagi dahshatli yo'l transport hodisasida 6 nafar xorijlik halok bo'ldi. Qozog'istonning Qo'stanay viloyatida xorijlik yo'lovchilar bo'lgan mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Oqibatda 6 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat politsiya departamentiga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa bugun 20-may kuni ertalab Almaty-Yekaterinburg avtomagistraldagi Qayraq chegara postidan taxminan 2 kilometr uzoqlikda yuz bergan. 10 nafar xorijlik yo'lovchi bo'lgan Ford Transit mikroavtobusining haydovchisi DAF yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 6 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Yana 5 kishi turli jarohatdagi tan jarohatlari bilan Qorabaliq tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Ularning qaysi mamlakat fuqarosi ekanligi ochiqlanmagan. Qo'stanay viloyati politsiya departamentiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 345-moddasi 4-qismi, ya'ni transport vositalarini boshqarish yoki ekspluatatsiya qilish qoidalarini buzish oqibatida 2 yoki undan ortiq odamning ehtiyotsizlik oqibatida o'lishi bo'yicha tergov boshlanib, hodisa joyida tergov tezkor guruhi ish olib bormoqda. Toshkentda ichki ishlar organi xodimi pichoqlanishi bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. 2025-yil 19-may kuni soat 18:30larda Yunusobod tumanidagi Dehqon bozori hududida xizmat olib borayotgan patrul post xizmati inspektori Saftor Ibragimov shubhali harakat qilgan fuqaroni to'xtatib, tekshiruv vaqtida u tomonidan pichoqli hujumga uchragan. Xodimning bo'yin qismiga yetkazilgan jarohat sababli u shifoxonaga yetkazilib, hayoti saqlab qolingan. Gumondor 1963-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan Hasanov Akrom Tursunovich ekani ma'lum bo'lgan. U 2005-yildan buyon ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turgan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi, ya'ni odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Gumondor shaxs protsessual tartibda qo'lga olingan. Pecherda qurilishlarda reyd bo'lmoqda. Biroq deyarli hammaning hujjati joyida bo'lgani uchun politsiya yana qaytib ketgan. Pushkinskiy rayonidagi reydda 63 xorijlikning hujjatini tekshirishgan. Ulardan atiga bir nafari migratsiya qonunchiligini buzganligi aniqlangan. Hujjatlarni to'g'rilab yuring, tanishlaringizni ogohlantiring. Moskva va Moskva viloyatidagi migrantlar diqqatiga. 2025-2029-yillarda sinov tariqasida migrantlar mobil ilovasi orqali registratsiya qilishlari mumkin bo'ladi. Qolaversa, ular uchun yana quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Bo'lib turgan joyi bo'yicha majburiy registratsiya, daktiloskopiya, ya'ni barmoq izlarini topshirish, biometrik suratga tushish, telefonlari geolokatsiyasi kuzatiladi. Ya'ni ular qayerda yurganini organ xodimlari ko'rib turadi. Agar migrant o'zining amalda turgan joyini o'zgartirsa, 3 kun ichida bu haqda Ichki ishlar vazirini xabardor qilishi shart bo'ladi. Agar bunday sinov muvaffaqiyatli bo'lsa, uni boshqa mintaqalarda ham qo'llashadi. Rossiyada 9 yoshli bola ota-onasining mashinasida politsiyadan qochdi. Viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xabariga ko'ra, bola ota-onasining avtomobilini o'z boshimchalik bilan haydab ko'chaga chiqib ketgan. Hozirda holat bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Bishkekda o'zbekistonlik talaba avtohalokatga uchradi. Komada yotgan qizning onasi yordam kutmoqda. Bishkekdagi universitetda o'qiydigan 25 yashar Aziza Gulmurodova aprel oyida og'ir yo'l transport
transport hodisasiga uchragan. Onasining kun uzga aytishicha, Azizaning ahvoli og'ir va 47 kundan buyon komada yotibdi. U qizini O'zbekistonga qaytarish uchun yordam kutmoqda. Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi va Qashqadaryo viloyat hokimligi ayolga yordam berilayotganini bildirgan. Kanalımizga obuna bo'ling, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.